Instagramga ko'pchilik qizlar yozadi, javob berishdi. Misol bor shunaqa qizlar oylab yozadigan qizlar bor. Haligi qizgimga javob bersam, iltimos deydi-da, davay u bu gaplashaylik, yaxshi ko'ribman. Javob berdim, manipulyatsiya qilishdi deb boshlaydi. Haligi salom qalaysiz, yaxshimisiz deb qo'ygandim, zo'r o'zizcha deydi, kutadi meni SMS'ni. Nimaga yozmayapsiz? Nima deb yozayman? Menga qiziq emassan. Men senga yozmayapman degani bu seni menga qiziqmasligingdan dalolat. Sen shunaqa narsa qil, men senga qiziqib o'zim yozay. Bu meni aybim emas, senga yozmayapman degani. Bu skoriye всего seni aybing. Meni o'zingga jalb qil, men qiziqay, keyin yozay. Instagramga ko'pchilik qizlar yozadi, javob berishdi. Misol bor shunaqa qizlar oylab yozadigan qizlar bor. Haligi qizgimga javob bersam, iltimos deydi-da, davay u bu gaplashaylik, yaxshi ko'ribman. Javob berdim, manipulyatsiya qilishdi deb boshlaydi. Haligi salom qalaysiz, yaxshimisiz deb qo'ygandim, zo'r o'zizcha deydi, kutadi meni SMS'ni. Nimaga yozmayapsiz? Nima deb yozayman? Menga qiziq emassan. Men senga yozmayapman degani bu seni menga qiziqmasligingdan dalolat. Sen shunaqa narsa qil, men senga qiziqib o'zim yozay. Bu meni aybim emas, senga yozmayapman degani. Bu skoriye всего seni aybing. Meni o'zingga jalb qil, men qiziqay, keyin yozay.